Assalomu alaykum hammaga. Eng ko'p savol beriladigan yoshim 40 ga chiqqan, 30 ga chiqqan, 50 ga chiqqan deyiladi. Dokument topshirsam o'ta olamanmi deydi. Mana bismillah deb yana kadrga tushib qoldingiz. Gapiring Sarvar opa, ko'rsting. Mana ko'ringlar. 70 yoshimda mana 20 dan 20 ta urdim. Yashang Sarvar opa. Mana Rahmat, Husanboy, rahmat. mana o'quvchilarimiz hammasi bittada bitta. Yashang. 20dan 20 ta. Malades. 20dan 20 ta. Malades mana. 20dan 20 ta. Chinoz avtotest nomerali. Malades mana. 20 dan 20 ta. 50 talik bo'lganda 50 talik Malades. Hammalarni tabriklayman. Xudo xolasa omadinglarni bersin. Ana aytadi-yu, yoshga qaramaydi, boshga qaraladi yana. Albatta. Xo'p, eng katta yoshimiz 70 yoshli bo'ldi. Qolgan avtoshkolalardan ham kutib qolamiz, shu yoshlardan Xudo xolasa. Atvet. Rahmat. Husanboy, rahmat. Charchamanglar. Zo'r. qolganlarga ham omad. Kelinglar, o'qinglar. O'qiganlar hech qachon kam bo'lmaydi. Yashang Sarvar. Yosh tanlamaydi. Yashang. Boshda. Beshikdan qabrgacha ilm degan. O'qinglar, olinglar, omadlaringni bersin. Yashang, rahmat. 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 Rahmat.